Sotig'i 12.500 dollardan. Shu ko'rib turgan binongizni yaqinda sotuvga qo'yishdi. Qarang, bu yoq taraf katta ittifoqga chiqib ketirish bo'ladi, akalar. Bu yoq taraf kichkina ittifoqdan kelish bo'ladi. Kichkina ittifoqni sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, Ibn Sino bozorini oldida, Taxta bozor oldidan kirasiz, Yoshnichi postdan o'tganingizdan, poyezd yo'ldan o'tganingizdan keyin kichkina ittifoq boshlanadi. Shu yerda qarang, katta yo'l bo'ylab kiryapmiz. Mahallamizga kiradigan bo'lsa, mahalla keng, chiroyli holatda 50 metr olis masofada zo'r yerimiz chiqib qoldi, akalar. Fasad 20, ichkariga 48 sotig'. Sotig'ini 12.500 dan qo'yyapmiz. Yuringlar, ichkaridan qisqacha yerimizni ham tushuntirib beraman. Qarang, akalar, katta ko'chadan 50 metr kirdik. Xonadon aholilar yashab turibdi, hammasi chiroyli holatda bo'ladi. Sotuvga chiqqan xonadon shu bo'ladi, 20 bo'ladi, ichkariga 40 bo'ladi. Yuringlar, ichkaridan ham qisqacha ko'rsatib beraman. Demontaj qilmaysiz, pul rasxod qilmaysiz. Qurilishlari kam. Qarang, bismillah deb kirdik. To'ppa to'g'ri burchak shaklda ko'ryapsiz. Bu yerda 4-5 ta xonasi bor ekan, o'zidagi yashab turishibdi. Bu yerda ham bitta ikkita xonasi bor ekan. Endi qarang, qurilish uchun optimal variant. To'ppa to'g'ri burchak shaklda joylashuv bo'lyapti. Zo'r holatda. Bu yoq tarafdan ham ko'rinishini ko'ryapsiz. Endi qarang. Kichkina ittifoq, Turopobod mahalla. Sotig'ini 12.500 dan qo'ydik. Egalar bilan talashib tortishib, sotiladigan narx qo'ydik. Egalar raqamini qoldiramiz. Aniqlik etsa Telegram kanalida bo'ladi. Kelib ko'rib, talash tortishib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.